Ontologiya falsafaning eng qadimiy yo'nalishi bo'lib, borliqning mohiyatini o'rganadi. Borliq bu mavjud bo'lgan barcha narsalar va hodisalarning umumiy majmuidir. Yo'qlik mavjud emaslik va falsafiy inkor tushunchasi sifatida namoyon bo'ladi. Mavjudlik narsalarning real hayotda amalda borligini va namoyon bo'lishini anglatadi. Reallik esa inson ongidan tashqaridagi va ondagi obyektiv haqiqatdir. Parmenid va Aristotel kabi buyuk mutafakkirlar borliqning asoslarini tadqiq etganlar. Forobiy va Ibn Sino borliqni zaruriy va imkoniy darajalarga ajratib ko'rsatishgan. Vaqt va makon ramzlari orqali biz borliqning cheksizligini chuqurroq anglaymiz. Inson tafakkuri orqali biz borliqning eng chuqur sirlarini kashf etamiz. Ontologiya borliq sirlarini anglashga eltuvchi eng go'zal falsafiy yo'ldir. Bugun biz falsafaning asosi, ontologiya, ya'ni borliq haqidagi ta'limotni o'rganamiz. Borliq bu mavjud bo'lgan barcha narsalar va hodisalar majmuidir. U moddiy va ma'naviy dunyoni qamrab oladi. Yo'qlik bu mavjud emaslik. Falsafada u borliqning inkor etilishi va uning qarama-qarshi tomoni sifatida talqin etiladi. Mavjudlik narsalarning real hayotdagi o'rnidir. Reallik esa inson ongidan tashqaridagi va ondagi haqiqatni anglatadi. Platon, Aristotel va Forobiy kabi buyuk mutafakkirlar borliqning mohiyatini turli nuqtai nazarlardan tadqiq etganlar. Vaqt va makon ontologiyaning asosiy o'lchovlaridir. Ular orqali biz borliqning cheksizligini his qilamiz. Shunday qilib, ontologiya bizga dunyoni va ozligimizni anglashda kalit bo'lib xizmat qiladi. Ontologiya borliq sirlarini anglashga eltuvchi falsafiy yo'ldir. E'tiboringiz uchun rahmat.